grechka bilan boqyapmiz aka. Grechka bilan mollarni qarang. Ozgina makaroni ham bor ichida. Ya hammasini eshitgansiz. Kepak bilan boqqanini ham eshitgansiz. Kunjara bilan boqqanini ham eshitgansiz. Lekin mana bu nima bilan boqilyapti ekan deydi Dilshod aka? Sir bu. Grechka bilan boqyapmiz aka. Grechka bilan mollarni qarang. Ozgina makaroni ham bor ichida desak. Hammasidan bor ekanda. Mana shu Ko'stimasi molli, lekin yaltirayapti aka. yaltirayapti. Ha, bu ham bir Zo'r. Endi hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib albatta ozuqa beradi, lekin mana shu mollaringiz, mana shu yerda grechka, endi po'choqlar ham bor. po'choq ham bor, kepak ham bor, kunjara ham bor. Haqiqiy bo'tqada. Haqiqiy bo'tqaligi zo'r. Ajoyib. Shunaqasini eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, videoga like Mana shu bosib. grechka berganiga mana shu mol egiz tug'yapti deb yildan beri. Mana shu mol har yili egiz tug'ar ekan. Yana bitta sizlarga ma'lumot. Har yili egiz tug'ar ekan. Har yili tug'ar ekan. Birorta Endi bu grechkaga to'g'ri keladimi bilmayman, lekin egiz tug'yapti aka. To'g'ri. Yana hamma grechka berib nimaga egiz tug'mayapti deyapmasmi? Albatta videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, videoni kimga jo'natib qo'yishsin? O'sha yem berib semirtira olmayotgan tanishlarga jo'natsin. Albatta. Sog' bo'linglar.